Men Ozodbekman. Andijonlikman. Oddiy hayot kechiraman, tongda turaman, nonushta qilaman, mashinamni yuritaman. Taksi haydovchisiman. Ko'pchilik bu kasbni past ko'radi, lekin men unga gurur bilan qaramayman. Har yo'lovchi bir hikoya. Ba'zida quvnoq, ba'zida esa yurakni ezadigan. Hayotim oz holicha o'tardi. To bir kecha u qizni ko'rganimga qadar. Shahar ko'chalarida har kuni kechqurun bir xil qiz turardi. Yorqin kiyimda, qalin bo'yanishda, lekin yuzi charchoq va sovuqlikka to'la. O'sha kuni yuragimga nima urdi bilmadim, mashinamni to'xtatdim. "Salom", dedim. "Sovuq kecha, qayergadir olib boraymi?" U menga tikildi. Ko'zlarida minglab hikoyalar, ming azob yotar edi. Boshqa erkaklarnikidek emas, mening nigohim unga begona tuyulmadi chogi. "Boradigan joyim yo'q, aka", dedi u sekin. Sabina. Ismim Sabina. O'sha paytdan boshlab Sabina hayotimga kirib keldi. Har kuni u bilan gaplashdim. U kulgandek bo'lardi, lekin yuragi yiglardi. Men bunga befarq bo'la olmadim. Men fohisha bo'lgan qizni sevib qoldim. To'g'risi boshida o'zimga ham ishonmadim. Bu to'g'ri emas, derdim. U boshqacha, ammo yurakni aldab bo'lmas ekan. Har kecha unga yaqinlashdim. Har gal u mashinamda o'tirsa, ichimda nimadir o'zgarar edi. Men uni pul uchun emas, tanasi uchun emas, inson sifatida sevardim. Ammo Andijonda bu gaplar tez tarqaladi. Qishloqdagilar, qarindoshlar, do'stlarim meni ogohlantirishdi. "U kimligini bilmaysanmi, nima qilyapsan", deyishdi. Lekin men ularning gapiga quloq solmadim. Chunki Sabina meni tingladi. Sabina meni tushundi. Va eng muhimi, men Sabinaning ichki go'zalligini ko'rdim. Oradan bir hafta o'tdi. Sabina har kecha menga qo'ng'iroq qiladigan bo'ldi. U menga o'zini asta-sekin ochayotgan edi. Har safar uni olib ketar, ko'cha burchagidan uzoqroqqa olib chiqib, shunchaki suhbatlashardik. Ba'zida choyxonaga borardik, ba'zida esa jimlikda shahar ko'chalarini aylanardik. U bir kecha mendan so'radi. "Nega mendan qochmaysan, Ozodbek? Nega kerak qochish? Sen mendan odam emasman deb o'ylaysanmi?" Sabina kuldi, lekin bu kulgi yuragini yashira olmadi. "Men qanchalik iflosman, bilasanmi?" Men jim qoldim. Keyin asta dedim. "Sen iflos emassan, Sabina. Balki hayot seni iflos yo'llarga majbur qilgandir. Lekin yuraging hali toza." Sabina ko'zlariga yosh olib qaradi. O'shanda u menga o'z o'tmishini gapirib berdi. Onasi kasal bo'lgan, otasi esa o'zi bilan qiziqmagan. O'rta maktabni tugatolmay ko'chada qolgan. Ish topolmadi, yordam ololmadi. Bir kuni bir tanish "tez pul topasan" deb olib kelgan joyi uni bu hayotga uloqtirib yubordi. Men ketolmadim, dedi u, qochishga harakat qildim. Lekin kimdir meni kutayotganini bilmasdim. "Endi esa sen borsan." Men uni quchoqladim. Hech narsa demadim. Uni faqat ushlab turdim. Chunki ba'zida soz emas, quchoq shifo beradi. Ammo hammasi oson emasdi. Ertasi kuni ishdan chiqqanimda mahalladoshim Dilmurod meni chaqirdi. "Ozodbek, odamlar gap qilyapti. Taksichi bir fohishaga oshiq bo'libdi, deyishyapti. Bu sharmandalik emasmi?" Men unga tik qaradim. Sharmandalikmi? Odam sevsa, bu sharmandalik bo'ladimi? Dilmurod kulib qo'ydi. Sevgi degan narsa toza bo'ladi. Tozaga bulganmagan yurak kerak. Uning o'tmishini bilmaysan-ku. Men ohangimni pasaytirdim, ammo qat'iyat bilan dedim. "Bilaman." U menga aytdi. Va baribir sevaman. O'sha kuni uyga qaytib Sabinaga qo'ng'iroq qildim. U yig'layotgandi. "Men ketishim kerak, Ozodbek. Senga faqat og'riq keltiryapman. Odamlar seni ayblashyapti. Men bunga loyiq emasman." Men baqirib yuboray dedim, lekin o'zimni bosdim. "Sabina, odamlar nima desa desin. Men seni tanladim. Sen ham o'zingni tanla. Agar ketmoqchi bo'lsang, yuragingdan ket, qo'rquvdan emas." U jim bo'ldi.
Men birinchi marta kimningdir qalbida inson bo'ldim, dedi u. Men ham bu hayotda sevgiga loyiqman, deb o'ylay boshladim. Men Ozodbek taksichi. U esa Sabina 60'ida qora doglar bor qiz. Biz bir-birimizni tanladik. Lekin odamlar bizni tanlashmadi. O'sha kecha men uni olib Andijon chekkasidagi bir choyxonaga olib bordim. Ko'pchilik bu joyda meni tanimasdi. Biz oddiygina choy ichib hayot haqida gaplashdik. Sabina boshini kaftiga qo'yib so'z boshladi. Men bir kuni toza hayot boshlashni orzu qilardim. Oddiy kiyimda yurishni, oddiy do'kondan non olishni, kimnidir kutib uyga kirishni. Lekin bu orzu faqat tushdagina bo'lardi. Sen kelmaguningcha. Men uning qo'lini ushladim. Sabina, bu orzu endi birga haqiqatga aylanishi mumkin. Men yordam beraman. Men sen bilanman. Sabina ko'zlarini yumdi. Men esa o'sha nigohda umid ko'rdim. U endi qulab tushayotgan emas, o'zini asta ko'tarayotgan qiz edi. Ammo bu orzular uzoqqa bormadi. Bir kuni uyga qaytganimda onam oshxonada ko'zlarini artib o'tirganini ko'rdim. Yonida dadam. Jiddiy qarashardi. "O'g'lim", dedi onam, "rostmi? O'sha qiz bilan yuribsanmi? Kimligini bilasanmi u?" Men boshimni egmadim. Bilaman. U meni hech qachon aldab yashamadi. Men uni sevaman. Dadam qattiq gapirdi. Sevgi bu emas, Ozodbek. Bu uyat. Sharmandalik. Bizni qanday qilib yerga uryapsan? Men qattiq chuchuk tortdim. Ota, men sizni hurmat qilaman. Lekin men o'zimni inkor qilib yashay olmayman. Bu mening tanlovim. Onam yig'ladi. Dadam chiqib ketdi. Shu kech men yotoqda yolg'iz yotib birinchi marta yig'ladim. Keyingi kuni Sabina bilan uchrashdim. U allaqanday tashvishli edi. Ozodbek, men bir qarorga keldim. Ketaman. Bu shahar men uchun emas. Qayerga? Toshkentga. U yerda tanishim bor. Yordam beraman, dedi. Yangi hayot boshlayman. Lekin sen bilan emas. Men yuragimni ushladim. Nega? Chunki sen meni oila va jamiyat o'rtasida yuldirib azob chekayapsan. Men seni qiynagim kelmaydi. Sen yaxshi insonsan-ku, Ozodbek. Sabina, meni o'zingdan ayirma. Men seni sevaman, lekin hozir sening yoningda qolsam, na sening onang, na mahalla, na o'zing tinch bo'lasan. Men sening eng chiroyli xotirang bo'lib qolishni istayman. U qo'limni ushladi. So'ngra sekin mashinadan tushdi. Men orqasidan qarab qoldim. O'sha tun yuragimda bir narsa oldi. Birinchi marta haqiqiy sevgi kelgan va ketgan edi. Men Ozodbek. Oradan 3 oy o'tdi. Sabina ketganidan beri hayotim yana eski holiga qaytgandek tuyuladi. Taksimda mijozlar, ko'cha, jim tunlar, o'sha bir xil Andijon. Lekin bir narsa o'zgargan edi, yuragim bo'sh edi. Har kuni u o'tirgan o'sha bekat oldidan o'tganda yuragimni nimadir chimchilardi. Hech kimni mashinaga olib o'tirmoqchi emasdim. Faqat u kelsa, yana chiroyli so'zlar aytsam, yana qo'lini tutmoqchi edim. U ketdi. Lekin yuragimda qoldi. Bir kuni tun yarimida bir ayol chiqardi. Hijobda. Tinch, xotirjam. Faqat ko'zlari tanish edi. Men qaradim. Yuragim urib ketdi. Sabina. U jilmaydi. Bosh irgadi. Salom, Ozodbek. U to'liq o'zgargan edi. Lablarida tabiiy rang, yuzi toza, ko'zlari endi 60 o'g'rigi bilan to'la emas edi, umid bor edi. Senga aytmasdan qaytdim, dedi u, kechir. Qayerda eding? Toshkentda. Yangi hayot boshladim. Tikuvchilikda ishladim. O'zimni izladim. Va topdim. Endi o'zimni sevishga o'rgandim. Men hech narsa demadim. Faqat mashinamni to'xtatdim. Unga qaradim. Sabina, men hali ham seni sevaman. U chuqur nafas oldi. Men ham seni unutmadim, Ozodbek. Lekin bu safar men o'zimni ham sevadigan holatga keldim. Qaytaylikmi?
Yana boshlaylikmi? U boshini quyi soldi. Ha. Faqat bu safar nafaqat yurak, balki qadr bilan sevaylik. Men fohisha emasman. Endi men o'zimni tiklagan ayolman. Endi men haqiqiy muhabbatga tayyorman. Men uni quchoqladim. Ko'chada sokinlik. Yomg'ir yog'ayotgandi. Shu yomg'ir ostida 2,5 odam yana bir yurak bo'lib birlashdi. Men Ozodbek. Endi men yolg'iz emasman. Sabina qaytdi. Endi u boshqa ichki og'riqlarni yenggan, poklanishni boshlab yuborgan ayol. Endi biz birga yashayapmiz. Xonadonimning kichkina bir burchagida 2 yurak bir-biriga suyanib yashashga urinmoqda. Dastlabki kunlar juda go'zal edi. Har tong u menga choy damlab beradi, har kecha men uni uyimga olib qaytaman. Biz birga kulamiz, birga yig'laymiz. Sabina birinchi marta onam bilan ko'rishdi. Onam indamay qarab turdi. Faqat bir gap aytdi. Agar o'g'limni baxtli qilsang, men ham sendan ranjimayman. Sabinaning ko'zlarida yosh chaqnadi. U yerga qarab asta dedi. Uni baxtli qilish uchun butun hayotimni tikaman. Ammo jamiyat unchalik oson kechirmaydi. Qoni-qo'shnilar piching qiladi. Do'stlarim menga yiroqlashdi. Taksi olib borayotganimda mijozlar tanimasa yaxshi, tanisa kulishadi. O'sha fohisha bilan yashayapsanmi hali ham? Bir kuni Sabina kechqurun yig'lab chiqdi. Menga qarashlar og'ir bo'lyapti, Ozodbek. Yashirini olmayapman. Hatto do'kondagi ayollar orqamdan shivir-shivir qiladi. Men unga aytdim. Boshqalar seni tanimaydi. Men taniyman. Ular kechmishdagi senga qarashadi, men hozirgi Sabinaga. Lekin u jim qoldi. Unga bu gaplar yetarli emasdi. U o'zini jamiyatga isbotlamoqchi edi. Bir oy o'tib Sabina bir tikuv sexida ishlay boshladi. Halol ish. Avvaliga og'ir bo'ldi, hech kim bilan gaplashmadi. Lekin u o'zini bosdi. Halollik bilan yurganda odamlar asta-sekin unga ishonch bilan qaray boshladi. Boshliq ayol bir kuni menga aytdi. Xotiningiz Sabina juda muloyim, ishchan. Ozgacha sabr bor unda. Hayoti og'ir bo'lgan ko'rinadi. Lekin endi kuchli. Men ichimdan faxr qildim. Chunki u o'zgardi, lekin u o'zini yo'qotmadi. Bir kecha men Sabinaga sovg'a olib keldim, oddiygina ko'ylak. Nega? Deb hayron bo'ldi u. Men dedim. Chunki sen oddiy baxtga loyiqsan. Va men seni 60 bilan emas, kelajaging bilan sevyapman. U yig'ladi. Meni quchoqladi. Ozodbek, men seni har kuni yangi boshdan sevishni o'rganayapman. Chunki sen menga odam bo'lish huquqini qaytarding. Men Ozodbek endi uylanganman. Sabina rasmiy rafiqam. Biz oila bo'ldik. Oramizdagi sevgi yanada chuqurlashdi. Ammo bu ertak emasdi. Hayot davom etar va bizni har qadamda sinov kutar edi. Biz shahar chetidan kichik uy ijaraga oldik. 2 xonali oddiy, lekin biz uchun keng va iliq edi. Har tong Sabinaning kulgusi bilan uyg'onardim. Dasturxonda tuxum, choy, do'ppi non. U endi haqiqiy xotin bo'lgan, men esa shuni orzu qilganman. Ammo oson kechmadi. Sabinaning homiladorligi boshlandi. Bir kuni u tongda oshxonada o'tirib holsizlanib ketdi. Tez yordamga chiqdik. Shifokor bizga qarab jilmaydi. Tabriklayman. 2 oylik homiladorlik. Men qo'llarimni yuzimga olib yig'ladim. Sabina esa sekin shivir qildi. Men o'g'limga begona ism emas, ozod ism qo'ymoqchiman. U qorong'ilikdan tugilgan bo'lsa ham nurda ulgaysin. Ammo bu quvonch uzoq davom etmadi. Bir kecha bizning uydan sal narida to'xtagan qora mashina meni sergaklantirdi. U odam mashinadan tushdi. Ko'chada yurdi. Keyin darvozamizga qog'oz qistirib ketdi. Sabina qog'ozni ochib ko'rdi. Rangi ochdi. Men yulib oldim. Men seni unutmadim, Sabina. Qayt. Bu yo'qotilgan emas. Men gazablandim. Bu kim?
Sabina og'zini bosib sekin aytdi. U 60imdagi mijozlardan biri. U ko'p marta meni sotib olgan. Meni yomon ko'rardi, lekin tark eta olmasdi. Men qochganimdan beri izlab yurganini bilardim. Endi topibdi. Men uni quchoqladim. Ammo bu safar yuragimda qo'rquv tugilgan edi. Men seni undan asrayman, Sabina. Seni ham, farzandimizni ham. Keyingi kunlar hushyorlikda o'tdi. Har safar kechki ishga chiqsam, yuragim orqamda qolardi. Telefonim yonimda, qulog'im esa uydan keladigan signalda edi. Sabina esa shuncha og'irlikka qaramay ichidan kuch topdi. Men 60imga qaytmayman, dedi u. Endi men nafaqat ayolman. Men ona bo'lishga tayyorman. Bir kecha men ishda edim. Telefonim jiringladi. Nomerni tanimadim. Alloh! Orqada ayol baqirayotgandi. Sabinaga ayting. Unga o'sha odam keldi. Uyimiz oldida turibdi. Men mashinani burdim. Uygacha yeldek uchdim. U yerda qora mashina, yonida qora ko'ylakda bir erkak turardi. Sabina uni ko'rib turardi, lekin qo'rquv bilan emas, qat'iylik bilan. Men kelganimni ko'rdi. Erkak jilmaydi. Kechir, do'stim. Men faqat eslatmoqchi edim, u qiz kim edi. Men unga tik qaradim. Endi u mening xotinim. Farzandimning onasi. Sen uchun bu qiz edi. Men uchun esa hayotimning eng toza joyi. Erkak kuldi. Ammo orqasiga o'girilib ketdi. Bu jang oxiri emasdi, ammo bu safar biz qo'rqmadik. Sabina o'sha kecha menga qattiqroq suyanib yotdi. Menga har kungi urushdan ko'ra, har kungi tinchlikdagi bir soat kifoya. Seni sevaman, Ozodbek. Men esa yuragimda shuni bildim. Biz hali erishmaganmiz, lekin yo'ldamiz.